Abduqodir Husanov bizning qahramon. U vatanimiz nomini butun dunyoga tanitmoqda. Endi uni munosib taqdirlashimiz kerak. Xo'sh, ishni nimadan boshlaymiz? Avvalosi uni aeroportdan dabdabali kutib olish kerak. Bu ishni do'ndiradigan blogerlarimiz bor. Ha endi bitta tahoyi va 2 qavatli uy sovg'a qilib yuborsak zo'r bo'ladi. Davlat qashalam qolmaydi. Qaraveringlar. Iloji bo'lsa, Toshkent markaziy ko'chalarining biriga uning nomini berish kerak. Bundan tashqari birorta metro nomiga ham Abduqodir Husanov deb qo'ysak, osmon uzilib yerga tushmaydi. Aytgancha, Abduqodir Husanov nomli futbol maktabini ochish esdan chiqmasin. Ana endi eng asosiy joyga keldik. Yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash uchun uni tadbirma-tadbir olib yurishimiz kerak. Davlat tadbirlarida alohida ehtirom ko'rsatib, oldi qatorlardan joy berib qo'yish esdan chiqmasin. Uning sharafiga baquvvat ziyofatlar tashkillashtirishimiz kerak. Osh, qaziq, qarta, norin, xullas hammasidan tortib tashlash kerak. Yaqindachi uning to'yi kerak bo'lib qoladi. Endi bu yog'i o'zbekchilik. Biz o'zbeklar havodan ham soqqa qilib o'rganganmiz. Endi Husanovning nomidan foydalanib, ba'zi bir mahsulotlarimizni reklama qilib olsak, yomon bo'lmaydi. Nima deysiz? Qachon trenirovka qiladi deysiz? Qo'ysangizchi, axir u yulduz, uni butun dunyo taniydi. Unga trenirovka nimaga kerak? U buyuk inson, uni qadrlashimiz kerak. U bizning qahramon. Tegib ketdi.